Assalomu alaykum barchaga. Kecha anchagina o'zgartirishlar kiritdik. Jo'jalarni xo'roz makoniga ajratdik. Bitta katagimiz bor edi, bitmagan. O'shani bitirib, ularga bedana joylashtirdik. Shular haqida biroz ma'lumot berib o'tmoqchiman. Mana 1, 2, 3 ta katakda hammasi makon bir joyda. Xullas kalom jo'jalardan jami hisob kitobim bo'yicha 800 talar katta bo'libdi. 1000 tadan 800 ta. Bu degani 80% degani. O'zim uchun yaxshi deb o'ylayapman, lekin professional bedana boqadiganlar uchun bu yaxshi natija emas. Lekin birinchisiga o'zim uchun bo'ladi deb yaxshi natija deb hisoblayapman. Demak, 200 ta, bu yoqda ham 200 tadan ziyod kichikroq bo'lgani uchun ko'proq hisoblayapman hozircha bularga. Demak, jami makonlar soni hozircha 660 tadan ziyodroq bo'lib qoldi. Yaqinda xudo xolasa 700 taga yaqinlashadi. Sababi bu tomonda pastda birinchi etaj, ikkinchi etaj, uchinchi etajda hammasi xo'roz. Taxminan 300 talar xo'roz bor. 4-etajga esa xo'rozmi, makonmi bilmaganlarimni va kichkina bo'lib qolgan ba'zilar o'smay qolgan. Kichkina bo'lib, o'shalarni tepaga joylashtirdim. Bu joyda taxminan 70 talar bor. Demak, 430 talar makon, 300 talar xo'roz va 70 talar shu aralash. Jami 800 ta bo'lyapti. Xonaga o'zgartirishlar kiritdik. 3 ta bedana katak bir qatorda bo'lib turganiga ko'zing rosa chiroyli ko'rinyapti. Bu yoqda endi o'zimizni birovlar. Demak, bu katakka o'tkazgandan keyin jo'jalarni qarash juda ham osonlashib qoldi. Chunki ishga ketayotganimda mana shu oxirchalarini yemiga to'ldirib ketaman. Mana bu ustidagi setga shu yemini sochib tashlamaslik uchun. Oxirlarini to'ldirib ketaman. Haligacha tugagani yo'q mana. Kechki paytlar yana bir to'ldirib qo'ysam bo'ldi. Bitta qiladigan ish, mana bu suvlariga suv quyib turish kerak, xolos. Bunga shart emas, 10 litr qo'yib qo'yganman bunga. Endi bularni ham xudo xolasa o'zgartiraman. Katta bir 50 litrmi bochka qo'ymoqchiman-da. Hammasiga bitta sistema qilsam, o'sha 50 litr bochkaga qo'ysam, hammasiga bemalol yetadi. Bu 2 litr, 3 litr baklashga idishlar qo'yib qo'yganman, tez tugab qoladi-da. Shunaqangi suv ichadi. O'zini og'irligiga nisbatan ko'p don yeydi, ko'p suv ichadi. Kuniga 30 grammdan yemaydi, suvini bilmadim. Bir 50-60 gram ichib qo'yishi mumkin. O'zi sof vazni 150 grammda, salkam 20%. Shunaqa o'zgartirishlar kiritdik. Xudo xohlasa anchagina ishimiz yengillashdi. Bu jo'jalarni kattarganlarini ko'rib ancha xursand bo'lib qolyapman. Qarab ko'z quvonadi deydi-ku. Bu birinchi jo'jalar baribir o'zim boqib katta qilyapman. Ularga ancha mehr tushyapti. Cho'qsa suv tushadi bundan. Hozircha bular kichikroq bo'lgani uchun oxirchasini tagiga yog'och qo'yib qo'yganman. Ham yog'och ustiga chiqib qiynalmasdan yeydi, ham mana bu tagidan chiqib ketmaydi. Biroz kattargandan keyin buni olib tashlayman. Xudo xolasa bular 25 kunlik bo'ldi adashmasam, 25-26 kunlik bo'ldi. Nasib 2 haftalarda bulardan nishona kutib qolamiz. Bu yoqda o'zimni katta makonlarim tug'yapti. Bitta, ikkita, uchta, 4 ta etaj va bu katakning eng tagidagilar kattalar. Hali yana bitta katak yasashim kerak ekan makonlarga, chunki sal tiqilib qoladi. Shu yo'llarga qo'ysam bo'ladimikan deb o'ylab turibman endi. Bugunchalik shu. Hammaga rahmat. Sog' bo'lingizlar.